Er bo'lish faqat uylanish emas, ayolini yaqinlari oldida obro'sini to'kmay himoya qilishdir. Er bo'lish faqatgina nikohiga olishmas, nikoh vaqtidagi qabul qildim degan va'dasiga sodiq qolishdir. Er bo'lish bola paydo qilish emas, o'sha bolaning onasini ham hurmatini joyiga qo'yish va e'zozlashdir. Er bo'lish faqat baqirib ayblash emas, hech bo'lmasa boringga shukur onasi degan so'zlarni ayoliga sovg'a qilishdir. Er bo'lish ayolni har qadamiga cheklov qo'yish emas, uning sog'inchini eshitish, dardini tinglash va charchog'iga quloq tutish. Er bo'lish ayolga doim bu seni vazifang deb ta'na qilish emas, charchadingmi, dam ol onasi deya olish. Er bo'lish bu ojizani haqorat qilish emas, so'kish, urish emas, Allohning omonati deb qarash, avaylab asrashdir. Allohning omonatini asrayotgan, ayolining ko'z yoshiga emas, kulgusiga sabab bo'layotgan erkaklardan Allohim rozi bo'lsin. Er bo'lish oson, erkak bo'lish qiyin.